yakın durup dinleğini nidalarını anlayğım var dünyadaki hemen ersidi yakın durup dinleğini nidalarını yırak sanki şunca yırak lekin nefsim vuruldu yoğuldu muzdekçinin gecelerde anlamadım senin ünlerin derizemden kirarımsız şivriğim bile düşlerimden oyğanana küçük gayda muzdek cismin to'nglatganda oqayardisan muzdek soğuk açık muhabbet Rahmat. Bana şundaq alqışыңlarda gül desteler bilen şundaq bir haqiqatni tanıp yetibdimiz. Her qandaq bir tonilgan naqshchininki arkasida intan güçlük bir icadiyat qo'shini bo'ladi. Oldi bilan musiqichilik munosabati bilan san'at hayotimga yaqindan yordam bergan shoirlar va shundaqla musiqiy ijodiyotlarga eng cho'nqur ehtiromimni bildiraman. Shundaq bir kishini sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman, hammanglar bilasizlar. Hozirgi zaman Uyg'ur amobaq naqshchiligidagi yorqin namoyanda va sizlar yaxshi ko'rgan nurg'un Sayg'inaman va boshqa chiroyliq va bayqimizligan yurakdek nurg'un ijodiy kuylarningki ijodchisi bo'lgan ijodiyatdagi kuchli terigim alga tonilgan kompozitor Oblat Oblikim
Rahmat. Mo'minjon meningki qarindosh inim bo'lish bilan birga mushu o'ltagan barliq tomoshabinlarimizning xalqninki suyimlik naqshisi. Albatta buning uchun xizmat bo'lish ham qarindoshlik ham kasbiy jihatdagi burchim deb o'ylayman. Baya men uchun manaqda azroq yuqori baholarni berib o'tdi. Albatta biz shu baholar uchun davomli tirishimiz. Men o'ylayman, kendi qinimiz tugilgan ashu ana tuproq diyorlarimizningki san'at beshiklarida allaylanib, dolan maqam mashraflarininki oltin qum tuproqlarga milinib cho'ng bo'lmagan bo'lsam, mushu mendagi ilhom, mushu ijodiyatlar nada tug'ay. Shuning uchun shu dolan mashraf maqamlarininki tuproq egilariga alohida rahmatimni bildirishlar birga ko'pchilik bilan o'rtoq bo'lmoqchi bo'lgan naqsham men dolan.